Nimalar bo'lyapti hozirgi zamonga? Shu darajada zamon tezlashib ketadimi? Bizani paytda orzu edi xususiy maktablarda o'qish va xususiy maktab borligini ham bilmasdik. Hozirgi farzandlar shunchaki yashab berishsa bo'ldi. Lekin xususiy maktablar oxirgi yillarda ko'payyaptiki, bu zo'r narsa ota-onalarga qiyinlashyapti. Chunki qaysi xususiy maktabga bersamikin, qaysi biri yaxshiroq o'qitadi va qaysi biri sizni cho'mchagingiz bop. To'g'ri. Siz xususiy maktabga kirayotganingizda cho'mchangizga ham qarashingiz kerak. Lokatsiya yaqinroq joyingizga ham qarashingiz kerak. Men shaxsan o'zim mudarris xalqaro maktabiga farzandlarimni berganman. Hozirgi kunda 3 ta farzandim mudarris maktabida o'qiydi. Bittasi maktabida, bittasi Nulovoyda, bittasi bog'chasida. Ana endi mana shu Toshmi tomondagilarga Olmazor, yo'qdek Beltepa turadiganlarga ham zo'r yangilik bo'pti. Mudarris maktabini yangi filial ochishibdi. Hoji aka, assalomu alaykum. Siz bu yerda qachon ochvardinglar aka? Bu yangi filialni bu o'quv yilidan boshladik. Bir oycha bo'ldi. Shu Ibn Sino tarafdan, shu tarafdan bizni boshqa filiallarimizga, Sergeliga, Uchtepaga qatnaydigan ota-onalarimiz, o'quvchilarimiz bor edi. Ularning talabi bo'ldi. Yangi filial ochdik, xolos. Shu joydan bu yerga Olmazor degan Toshmi posta deyiladi. Sergeliga borib dash o'qitishardi, to'g'rimi? Ana endi mana shu yaqin atrofda Qoraqamishda turadiganlarga ham kerak bo'lsa, juda ham yaqin lokatsiyadan mana shu Toshmi chorrahasida Ibn Sino filiali ochildi. 4-filial bu, tasavvur qiling. Hoji aka, nimani hisobiga savolda? O'zi 3 yil bo'ldi ochilganiga adashmasam. 4-yil bo'lyapti. O'sha 4 ta filial. Shunchalik xususiy maktablarga talab yaxshimi yoki sizlarni berayotgan taklifinglar hamma ota-onaga ma'qul kelyaptimi? Nimani hisobiga bu darajada to'la? Men o'zim ham farzandlarim mana shu mudarris maktabida o'qiydi. Alhamdulillah, hozir 2-sinfni bitirib 3-sinfga o'tdi. Rostdan Chempion. Ha, o'qishlari misol uchun zo'rda. Misol uchun biz 5-chi, 4-sinfda biladigan narsalarni hozirgi bolalar biladi. Kichkina bolachalar. Nima deb o'ylaysiz? Nimani hisobiga o'sha sizlarga bo'lgan talab-ku o'sha 4-filial ochyapsizlar? Endi avvalo sabab yo'q, endi Allohdan. Eng birinchi o'ylaymanki, o'quvchilarimizni harakati ular yaxshi o'qishyapti. Yaxshi natijalar ko'rishimizga ular sababchi bo'lyapti. Ustozlarimiz juda kuchli jamoa, xabaringiz bor. Mana shu bitta o'tgan o'quv yilining o'zida 130 tacha biz sertifikat olib tashladik. O'sha IELTS, TOEFL bir yilda o'zida 1000 tadan oshiq o'quvchilarimiz, endi hamma filiallarni qo'shganda 1200 dan oshiq o'quvchilarimiz xalqaro olimpiadalar, ichki olimpiadalar, katta musobaqalarda qatnashib, yaxshi o'rinlar olib kelishdi, chet davlatlarga borib kelishdi. 1000 tacha 1200 plyusda. Voy, tasavvur qiling, bitta maktabda o'zidan 1000 tacha odam o'sha olimpiadalarga qatnashib o'rinlar oldi. Chet ellarga borib kelyapti. Keling, ichkarilarni bitta aylanib chiqamiz-da. Xush kelibsiz. Oho, hozirgi maktablar rostdan sharoiti bizani paytimizda tushimizga ham kirmagan. Aka. Bu maktab, bu bino maktab uchun qurilgan. Aynan maktab bo'ladi deb qurilgan. Shunday, maktabga moslangan, xonalarning yorug'ligi, kengligi, o'quvchilar bemalol o'tirishi, hammasi hisobga olingan. Menga yana bitta kirgan joyim, qurishdan ham devorlarga ahamiyat berdim. O'zi g'ish holatini qoldirilgan, ya'ni devor nafas oladi, har xil narsalar yopishtirib tashab, zararli narsa chiqarilmaydimikin? Shunga shunaqa qilganmikin ham deb o'ylab qoldim aka. Va klassika. Ha? Rostagazim o'lmaydigan klassika stili. Bitta sinf xonamizni ko'rsak bo'ladi. Mana qarang, xonalarning yorug'ligini. Gap yo'q. Bu yerda aka birinchi bo'lib men ahamiyat berganim, mana farzandim berganim sababi lokatsiya yaqinroq edi, shu Sergeli tomon turardim. Keyin narx-navosi. Misol uchun to'g'ri, hamma ota-ona ham o'zining cho'mchagini hisob-kitob qiladi. Ba'zilar maktablar bor, to'g'risi hamma ham ko'tara olmaydi. Lekin bu yerda narx-navosi zo'rda, lekin berayotgan taklif ham shu 4 mahal ovqat va bu sinfxonadagi sharoitlar, o'qituvchilarning malakasi, o'rgatayotgani sport, hammasi shu eng qimmat maktablarda bor, bu yerda ham bor. Bu yerda nimani hisobidan sizlar dohod qilasizlar deydimi? O'zi
umumiy maktab ochilishda maqsad ham shu bo'lgan, ya'ni o'rta narxda, pastroq narxda ham yaxshi sifatli ta'lim va yaxshi sifatli sharoit qilib berish bo'lgan. Agar moliya to'g'ri yuritilsa, bu sen aytaman, moliya to'g'ri yuritilsa, hozir biza ko'rsatayotgan narxda ham 3.970 ming so'm. Ya'ni 4 millionga yetib bormadi. 4 million atrofidagi narxda ham o'sha sifatli ta'limni, sifatli o'sha ovqatlanish sistemasini, sifatli xizmatni qilsa bo'ladi. Biz buni qilyapmiz. O'sha 6-7 millionlik maktablardan qolishmaydigan jamoa ustozlarimiz va o'sha 6-7 millionlik maktablar beradigan ta'lim tizimi bizda ham ancha yaxshi rivojlangan. Endi buni natijalari o'zi har yili aytyapti va masalan 4 yildan buyon faoliyat yuritgan bo'lsak, shu paytgacha natija qilmagan yilimiz yo'qda. Har yili natijalarimiz o'sib boryapti. Narx o'sha umumiy bozordan kelib chiqqan o'sha kommunalka yoki bozordagi xarajatlar bilan ozgina o'ynayotgan bo'lishi mumkin, lekin sifat 3-4x ancha oshdi. Sifat, natija. Har yili oshyapti, kamaymayapti. Chunki har yili farzandlarni, o'quvchilarni soni ko'paysa, bilsa bo'ladi-da. Misol uchun narigi maktab yilida o'sha joy yo'q, kimdir o'qitaman desa, misol uchun. To'g'rimi? Qaysidir yangi filiallar ochilib, joy bo'shashini kutish kerak bo'ladi. Sinfxonalarni ham ko'rsangiz, rostdan sharoit, mabda takoy elektronniy doskalar. Keyin savol, mana elektronniy doskalar. Hozir o'sha 5 yil oldingi, 10 yil oldingi ta'lim bilan umuman hozir boshqacha bo'lishi kerak. Chunki sun'iy intellekt degan narsalar bo'lmasdi, internetda vo'bshe bilmasadik. Hozir hamma narsa sun'iy intellekt bo'lib ketdi, ingliz tilini bilmasa bo'lmaydi. Shu narsalar ham o'rgatilyaptimi? Bizada o'sha ingliz tili, matematika, IT o'zi chuqurlashtirilgan. IT o'zi chuqurlashtirilgan. Bizada 1-sinfdan boshlab ITni o'rgatamiz. Informatika darsi emas, konkret IT. O'sha kompyuter savodxonligidan boshlanib, bizning o'quvchilarimiz o'zi sun'iy intellekt yaratyapti-da. Sun'iy intellekt dasturni qidirib ko'rsam bo'ladi. Bahoroy degan o'sha sun'iy intellektni o'quvchilarimiz o'zi yaratib, qancha startaplar qilishdi bir yil ichida, qancha katta tashkilotlar, universitetlar, veb-saytlarni yaratib berishyapti. O'zimiz maktabda 6-7-sinf bolalar. Shu maktabni o'zida o'rgangan, ular sun'iy intellektda yoki alohida kurslarda o'qib, shu tuzda. Maktab o'zida o'qib, o'sha dasturlashi salohiyati bo'lsa, mana bizda yaxshi narsa bor, o'quvchini qiziqishi plus salohiyati bo'lishi kerak. ITga ota-ona olib keldi, bolam ITga qiziqadi, bir xil o'ylaydi, kompyuterga ko'p vaqt ketkazganiga ITga qiziqadi deb o'ylaydi. Lekin u boshqa narsa. ITga salohiyati bo'lsa, o'sha kod yozish, u katta narsalar, sun'iy intellekt yaratish yoki bir sayt, dastur yaratish. Shunga salohiyati bo'lsa, ustozlarimiz aniqlaydi-da, o'sha bolalar sal ko'proq ishlab beradi. U natija olib keladi. Xuddi shunaqa matematikada, xuddi shunaqa ingliz tilida, xuddi shunaqa arab tilida. Yaxshi tomoni bularda tillar, matematika, ingliz tilidan tashqari arab tili ham o'rgatiladi. Bilasizlar, ko'p joyda arab tili yo'q, hamma farzandini arab tilini bilishini, yaxshi o'qishini xohlashadi. Arab tilini. O'shanga o'ta arab tili borligi ham meni rosa qiziqtirgan. Shuning uchun ham berganman. To'g'ri aytasiz, kimdir tilga qiziqadi, kimdir sportga qiziqadi shunaqa. Sportchi bu yerda yana misol. Sport bizda karate, o'g'il bola, qizlarga gimnastika, 4-sinfdan boshlab futbol ham qo'shdik. Futbol, karate, gimnastikadan trenerlar dars o'tadi. Jismoniy tarbiya institutida o'tgan oddiy umumiy o'qituvchi emas. Kamida o'sha master sport bo'lgan haqiqiy trenerlar, masalan, Paxtakorda ishlaydigan trener bizda dars beradi. Xalqaro toifadagi sport ustasi bo'lgan karate ustozimiz bizda murabbiylik qiladi. Gimnastika ham xuddi shunaqa. Bu yo'nalishlarda ham yaxshigina natijalarimiz bor. Chet davlatlarga borib o'tib kelishyapti karatedan. Shunaqa, meni shaxsan o'g'lim ham adashmasam viloyatlarga, boshqa viloyatlarga borib musobaqalarda qatnashib kelishdi-da. Yaqinda Dubayga, o'sha boshqa davlatga ham olib ketaman deyishdi-da. Bu qiziq-da, bolalarning o'ziga qiziq birinchi. Malayziyaga borib kelishdi. Malayziyaga adashmasam, o'sha chetni ko'rib keladi, tilini. Rostdan juda ham men o'zim xohlaganman. Xudo xolasa yaxshi topsam, farzandimni chasni maktabga beraman deb, shu narsani uddala olaman va hamma ota-onalarga inshaalloh tilab qolaman. Agar farzandingiz xususiy maktabga bera oladigan darajada orttira olayotgan bo'lsangiz, topayotgan bo'lsangiz, обязательно bering. Hozirgi zamon talabi shu. Matematikani, ITni bilmasa, tilni bilmasa, hozir bundan buyog'iga tortib ketish qiyin-da.
Oldin sal bu narsani bilsak bo'l deydi. Hozir sun'iy intellekt bo'lib ketyapti. Ishlar, kasblar. Ya'ni siz internetdan-da ko'ra aqlliroq bo'lmasangiz, sun'iy intellekt qilayotgandan-da ko'proq narsani bilmasangiz, sun'iy intellekt ishga olib qo'yadi, bo'ldi. O'sha odam omili kamayib ketyapti. Faqatgina bundan bu yog'iga aqli, aytganingizdek salohiyati, kasbi har tomonlama zo'r farzandlargina, odamlargina muvaffaqiyatga erisha oladi bu yog'iga-da. Xuddi shunaqa. Bu yerda aka umumiy nechta o'quvchi sig'dira olasizlar? Xo'sh, bu yerda bir 420-450 atrofida o'quvchi sig'dira olamiz. 450 ta. To'g'risi. Nechinchi sinfdan nechinchi sinfgacha? Bu yangi filialimizda 1-sinfdan 8-sinfgacha maktab va maktabga tayyorlov guruhi ochiladi. O'sha hamma yangi filiallarimizni biz 8-sinfgacha ochamiz. Ya'ni o'sha 11-sinf tugatguncha o'zimiz noldan olib chiqib, o'zimiz natija qilib, mana bu yil 11-sinflarimiz tugatdi. Hammasi kirdi oliy ta'limga. Koreyaga grant yutishdi, Janubiy Koreya universitetlarida. Xullas, natijamiz yaxshi, ya'ni oliy ta'limga kirish bo'yicha ham. Shuni hisobiga bu yerda ham 8-sinfgacha imtihon asosida qabul boshlangan. To'xtay, 11 bitirganlar hammasi oliy ta'limga kirdi, to'g'risizmi? Gap yo'qmi? Bizda ham misol uchun oliy ta'limga kirish uchun maktabni, kollejni bitirgandan keyin yana yillab tayinlanardi. Men o'zim oliy ta'limga kirish uchun aka 10 yil topshirganman. 10 yil, har yili topshirganman. Qaysidir yili matematikadan yetmas, qaysidir yili ingliz tilidan bal yetmas, qaysidir bal yetmay qolardi, arzimga 2-3 bal. Aka oliy ta'limga u yil topshirganman. Hozirgilarga mazza o'qib. Siz mudarris o'qimagansiz-da. Mudarris bizga paytda bo'lmagan. Mana qara. Boshlang'ich sinflarimizda uni foydalanish uchun uni qo'yilgan qo'l yuvishlari ekan, rasm darslarida bo'yashlariga, shkoflar, shunaqa. Xonani qarang, rost egasim, sharoitda, ya'ni doskalar ham elektronniy. Xohlasa qo'lda yozishni o'rganadi, xohlasa qo'y. Bular hammasi adashmasa internetga ulangan bo'ladi-da, farzandlaringiz faqat doskaga terimlab o'tiradi. Qiziq, hozirgi zamonaviy holatda menimcha tillarni ham, hamma fanlarni mana shunaqa elektronniy tarzda ham o'rganishadi-da. Shunaqa. Telefoncha tutishadimi? Yo'q, olib kirish mumkin emas-ku bizda. Telefon foydalanishmaydi. O'sha ko'chada KPBdan qorovullarimiz, ahranlarimiz tekshirib, telefon, ortiqcha narsalar, hattoki yeydigan narsalarni ham tishlab qo'ymaymiz. Chunki o'zimizda to'rma xil ovqat, sifatli bolalar oziq ovqatlanadi, to'yimli, telefonni o'rnida bosadigan darslar qiziq, biz bermaymiz, mumkin emas. To'rt mahal ovqat tasavvur qiling. Misol uchun siz yana ham aytaman, hamma ham chasni maktabga bera olsan, lekin chasni emas, siz davlat maktablariga bersangiz, aytaylik, abitda keladi, abitda abit qilish uchun pul berasiz, bundan tashqari yana ujiniga berasiz, bundan tashqari yana zavtraki misol sarflaysiz-ku. Bufetdan o'ziga ancha pul sarflanadi, lekin xususiy maktabda to'rt mahal ovqat, bundan tashqari sportga berasiz, gimnastikaga berasiz, karatega berasiz, ingliz tili to'garagiga berasiz, IT to'garagiga berasiz va har bittasi rasxod. Umumiy mana shu to'garaklarga, abit, ujiniga qo'shgan xarajatlaringizni umumiy qo'shib ko'ring-da. Misol uchun, menimcha bir 500 ming so'm qaysidir to'garagiga bersa, yana ingliz tiliga bersa 400-500 ming so'm menimcha. Oddiylari. Ha. Yana kuniga bir 50 ming so'mmi, bilmayman, 40 ming so'mmi, 30 ming so'm ovqatlanishiga bersangiz ham oyga u ham yana 1 millionga aylanib ketadi. Umumiy xarajatlarni qo'ysangiz ham o'ldim deganda 2-3 million chiqadi-da. Tejab ishlatgan taqdirda ham. Farzandingizni o'qitish xohlasangiz, menimcha hamma ota-ona beradi. Bunaqa qo'shimcha to'garaklarga. Lekin xususiy maktab yaxshi tomoni siz bitta joyga berasiz. Bo'ldi. Bir marta to'lov qilasiz, bo'ldi. Tarbiyasi bilan ham, psixologiyasi bilan ham, даже sog'lig'i bilan ham. Tasavvur qiling, yeb ichidan tortib, sportidan tortib, hammasi bilan bular shug'ullanishadi. Eng qizig'i menimcha, hozir darslarni ham maktabda qilib keladi shekilli farzandlar. 70-80% o'zimiz qildiramiz. Faqatgina uyda endi til o'rganish kerak, kitobxonlik degan darslarimiz bor bizani. Bir 20-30% uyda qiladi baribir. Yodlaydigan, o'qiydigan ozgina qoladi. U asosiy qismini maktabda qildiramiz. Homework degan o'sha uyushtiriladigan dars soatimiz bor. O'sha yerda qilishadi. Shunaqa. Xullas, ertalab boradi,
kech payt keladi, hammasini aynan bir joyda oladi. Ta'lim, tarbiya, yeb ichishi. Xullas, mazza bo'lib qoldi. Oldinlari rostdan bunaqasi bo'lmaganmi? Aytaylik, bir 20 yil oldin yo biz bilmaganmizmi? Yo bizlarning ota-onalarning sharoitligi bo'lmaganmi bunaqa maktablar berishga aka? Endi men o'ylaymanki, oldin ham balkim bo'lgandir-u. Ta'limdan ko'ra qaysidir ham davrda hunarga bo'lgan yo'naltirish ko'proq bo'lganda. Ha, kitob o'qiyman deganga undan ko'ra svarkani o'rgan, undan ko'ra bu to'g'ri aka, bizani ham. Men shaxsan o'zim Toshkent shahrida tug'ilganmiz, lekin qishloqqa ko'chib ketganmiz, qishloq joyga. Yosh katta dodalarimiz aytishardi, o'qiyman desa, undan ko'ra ishingni qil deylar. Tasavvur qiling, o'qiyman desa, undan ko'ra ketmoningni chop deylardi. O'qiyman desa, undan ko'ra mol boq, foydaliroq deylardi. Tasavvur qiling, undan ko'ra ketmon chop, undan ko'ra mol boqsang foydaliroq deb, o'sha SSR paytida ishlagan ishlaydi deb shunaqa miyaga o'qtirib ketgan otalarimizga, dodalarimizga. Eng zo'r farzand, eng ko'p ish qiladigan farzand deb tushunilardi. Misol uchun, qaysidir farzand sal dangasaroqmi, qanaqadir aqlliroq bo'lsa ham dangasaroq ko'proq o'tirib kitob o'qiyaptimi? Demak, bu dangasa. Bitta ertalabdan kechgacha mol boqqan, ketmon chopgan farzand zo'r degan tarbiya shuncha bo'lgan. Shunaqa aytishardi. Lekin hozir umuman unaqa emas. Siz hozirgi zamon bilan birga kelmasangiz, hozirgi ITni, matematikani, ilmni, tilni bilmasangiz, ishoning, naborot afsuski orqada qolib ketasiz. Afsuski zo'r pul topmayapsiz. Tepalarga ham bitta chiqaylik. Ikkinchi qavatga ham chiqdik. Bu yerda nima xonalar aka? Bu yerda ham asosan sinf xonalar, IT xonamiz bor, laboratoriya bor. Bu yerda keyin mana bunday bir bolalar o'tirib, bemalol o'zlari bir kitob o'qishi. Keyin bizda bilasiz, tarbiya darsi qizlarga alohida, o'g'il bola alohida o'tiladi-ku. Ular bilan suhbatlarimiz bor. O'g'il bolalar suhbati, qizlar suhbati degan shunaqa suhbatlarni bemalol o'tkazib, ajoyib bolalar mazza qilib o'qiydigan joy bo'lganda. Zo'r joy bo'libdi. Universitetlarda, institutlarda bo'lardi-ku. Aynan shu narsa hozir maktablarda ham bor. Bironta qiziqroq xonaga olib kirsangiz, IT xonani ko'ramiz. IT xonaga bitta kiradi. Bu yerda nima, bog'chasi ham bormi? Tushunmadim. Maktabgacha ta'lim bor-ku, maktabga tayyorlov. Nolovoy. O'sha nolovoy sinfi bu. Baribir endi bog'chadan chiqqan bolalar ozgina baribir bog'cha qaroq, ya'ni o'yin qaroq bo'ladi, sekin-sekin moslashtirish uchun zo'r. Aka, o'yinchoqlar. Gilamlar, ularga mos. Gap yo'q. Bog'cha bilan maktabni o'rtasidagi balans ushlab, maktabga moslashtirishga mo'ljallangan ularni. Keyin bitta narsa qiziq menga aka. Formada kelmasa, nima bo'ladi bolalar? Endi bizning umumiy formamiz bor. Oq, qora bo'lishi kerak. Bitta narsani o'ylaymiz, xususiy maktabda ham, boshqa maktabda ham bolalar o'rtasida tabaqalash degan narsa bor-da. Mani ko'ylagim qimmat, mani ruchkam qimmat, yoki adasiga borib, o'rtog'im mana bunaqa narsasi bor ekan, menga olib bermaysiz degan bir bolacha bir qarash yoki shunaqa narsa bor. O'shani inobatga olib biz harakat qilamiz, ota-onadan so'raymiz, o'sha bir xil forma kiydik. Nimchamiz bor o'zi, unchalik qimmat emas. O'sha nimchani kiysin bolalar. Nimaga? Bir-biridan meniki bunaqa, meniki bunaqa tushunmovchilik bo'lmasligi, juda ham ko'p bo'lgan-ku, o'zimizda ham bo'lgan. O'rtog'imning veligi bor, menga qachon olib berasiz? Odamning sharoiti bo'lgan, bo'lmagan, o'ksinib qoladi. Shularni hisobga olib, ertaga u ham uyiga borib shunaqa noto'g'ri narsalar yoki otasini imkoni bo'lmagan narsalarni so'rab qiynamasin degan ma'noda forma qilganmiz. Shu arzonroq. Lekin formaga qarab baho berilmaydi. Sen yomon bolasan, forma kiyib kelmading, ikki sanga. Yo'q, mana forma mana bolada, o'quvchida forma kiymaslikka ayb bolada emas. Ota-onada. Men o'g'limga formani kiydirmasam, men kiydirmagan bo'laman, chunki ota-onam aytganini qiladi. Shuning uchun masalan kimdir keldi, biz forma bo'ldi, sen kirmaysan, endi unaqa narsa yo'q. Aslida yo'q. Biz forma kiyish kerakligini boya aytgan ota-onaga tushuntiramiz. Kiysa mana bunaqa holat bo'lmaydi degan ma'noda. Keyin maktabda o'zida ham masalan oyoq kiyim almashtirsa, o'sha futbolkasida, betdagi futbolkalar kiyib olib, yengilroq kiyim kiyish olish imkoniyati bor. Biz unga ruxsat beramiz. O'zini erkin his qilishi, bemalol yurishi uchun.
Chunki kunini asosiy qismi maktabda bo'lgan ekan, ertalabdan kechgacha, 8dan 5gacha baribir sal bemalol yurish uchun sharoit qilib beramiz bolalarga. Gap shu tomonlari zo'r aka. Gaplashib, IT xonasiga kirib qolganimni ham bilmayman. Aka, men tushunmadim. Apple kompyuterlarmi? Ha, Mac deyishadi. Mac bu narsa uyimizda ham yo'q, chunki bu juda qimmat narsa. Voy. Ana katta protsessor hech narsasi yo'q. Aynan shuni o'zida adashmasam hamma protsessorlari bor va bu qimmat turadigan narsa. Bilmayman, nechta turadi-ku. Bolalar arziydi. To'g'ri. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, siz uyingizda yo'q sharoitlar shu yerda bor. Balki sizda undan ham zo'ri bor-ku. Hammani ham uyida yo'q demoqchiman-da. Apple o'sha MacBook deydimi, nima deydi? Gap yo'q. Ya'ni o'sha IT-ni sun'iy intellektni dasturlashi mana shu yerda hammaga o'rgatiladi. Hammasi. 1-sinfdan o'sha 11-sinfgacha, endi bu yoqda 8-sinfgacha hammaga o'sha reja asosiga dars qo'yilgan, hamma sinf kiradi. Va mana bizning maktabda masalan IT, matematika, ingliz tili, arab tili bu darslar majburiydi o'quvchi uchun. O'zlashtirish shart. Boshqa masalan qaysidir fandan 3 olsa ko'z yumishimiz mumkin, lekin bu hozir aytgan fanlarimdan 3 olish mumkin emas. Kamida 4 bahoga o'qishadi. Kamida. Har oyda bizning E-mudaris degan o'zimiz platformamiz bor. Bundan yana ham buni takomillashtirdik. Reyting chiqadi o'quvchi. Sinfi bo'yicha nechinchi o'rinda turibdi? O'zini sinfi bo'yicha masalan 2-sinf bo'lsa 2-sinflar orasida nechi, maktab bo'yicha nechi va filiallardagi maktablar bo'yicha nechinchi o'rinda turibdi? Reytingini ballar asosida ko'rib tursangiz, ota-onasidan o'zingiz shunaqa ko'rib turasiz. Endi oldimizda coin bor edi, bilsangiz, pul beradi. Pul berilardi. Uni o'zgartirdik, plastik qilgan. Ha, yo'q. Bo'ldi, plastik bo'ladi. Olgan bahosiga qarab, ana o'sha plastikka pul tushib yuraveradi-da. Ya'ni yarmarka bo'lganda o'sha plastikdan sotib olaveradi narsamiz. U plastik nakopitelь bo'ladi-da. Masalan, bir kunda nechtadir ham 5 olsa, nechtadir yaxshilik qilsa, necha metr ham kitob o'qisa, avtomatik ustozlari qo'ygan ball orqali tushib boraveradi. Zo'r bo'pti. Bolalar shuncha saytlar yaratib, sun'iy intellekt yaratayotganda biz ham hali ham qog'oz so'z qilmaylik deb, sal ularga moslashaylik deb bolalarga qarab biz ham rivojlanyapmiz-da. Gap yo'q, yana qarang, farzandingiz o'zi o'sha maktabda o'zida yana ham zo'rroq bo'lish uchun bellashadi. Misol uchun yaxshi o'qimasam, yaxshi pul ishlamayman degan fikri bor-da. Maktabda o'zini puli, ya'ni kartasi bor. Yaxshi o'qisa, shunga pul tushadi va o'zi ishlab topgan puli orqali narsalar oladi, sotib oladi. Ya'ni tadbirkorlikni tasavvur qiling, bolaligidan o'rganyapti. Ya'ni o'zini aravasini o'zini tortish kerakligini yoshlikdan o'rganyapti. Mana shu sistemaga maza qildim, lekin. Bolalar maza qiladi, u bayram bo'lib ketadi. Bizda anu bo'lganda yarmarka qilamiz, kerak narsani olayotganda, ana bir xil ota-onalar keladi, naqd pulni ko'tarib bangi ham sotib, mumkin emas. Faqat o'zimiz qo'limizni, o'zi ishlab topgan puli, ya'ni yaxshi o'qigani uchun puliga narsa olsa zo'r. Mana kompyuterlar yoqilibdi. Bitta mana ofti kodlari ham bor. Mana qarang, sensorli emasmi? Kodi necha ekan? Xullas, IT xonasiga ham kirdik. Yana bir qiziqroq xonaga kirsak, laboratoriya xonamiz bor-da. O'sha sinfxonalar bo'ya pastda ko'rsatganingizdek, hammasi o'sha standart. Boshlang'ich sinflarda rakovina qo'l yuvadigan, yuqori sinflarda yo'q. Sanuzellar, qizlarga o'g'il bolaga alohida. Ular ham ancha yaxshi. Ha, zo'r. Zo'r. Bu laboratoriya xonamiz. Voy, o'sha banizani hidi kelyapti-ku. Qanaqa bir kislotalar ham. Voy, rostdan banizani hidi kelyapti, doktorxonani. O'zi mana bizda ingliz tili, matematika, IT deymiz-ku. Bu degani boshqa fanlar nomiga o'qitiladi degani emas-da. O'sha kimyo darsimizda ham ustozlari ancha yuqori malakali. Masalan, tashmilida dars beradigan, shunaqa yaxshi professor, katta ustozlar, biologiyadan ham, geografiyadan ham ancha yaxshi ustozlar o'tiradi. O'quvchilarimiz uchun ikkinchi darajali degan dars yo'q. Hamma darsdan boya aytganimdek o'sha coin yig'ish kerak, ball olish kerak, reytingga chiqaveradi. Shuning uchun hamma fan baribir chuqurlashtirib o'qitiladi. Hamma narsani gap yo'q-ku. Ustozim laboratoriya nimadirlarni sodir bu yerda tadqiqotlar o'tkazib, tutunlar chiqarib, portlatib, tashab zo'r o'tkazishar ekan. Narsa bor. Mana qarang, zo'r narsalar bor ekan. Har bittasi bolani qiziqtirish uchun.
voy mavutda qurbaqa skeletlargacha bor biologiya, ekan. ha, shu biologiya. Voy mana qara, jonzotlarning ichki ko'rinishigacha haqiqiysi. Ha? Shunaqa. Gapi. Katta ixtirolar qilishadi, xudo xohlasa bu yerda bolalarimiz. Xudo xohlasa hammani farzandlarida zo'r professor, doktorlar chiqsa, aynan shu doktorchilikka qiziqish ham menimcha maktabdan boshlanadi. Misol uchun mana odamlarning skeletini o'zaro monitorlarda hozir ko'rishadi, o'rganadi, qiziqadi. Inshaalloh mana shunaqa katta yurak operatsiya qiladigan doktorlar o'zimizdan O'zbekistonimizdan chiqsa. Chunki bizning qonimizda bor-da. Ibn Sino. Misol uchun butun dunyo hozir Hindiston, Turkiya operatsiyalar bo'yicha o'sha ketishyapti. Nimaga o'zimizda qilishmayapti? Chunki orada ancha uzilish bo'lib qolgan. Ana endi shuni hozir o'sha chet eldagi doktorlardagi yurakni mikrooperatsiyalar ham O'zbekistonda qilishni boshlashyapti. Ha, zo'r qilishyapti уже. Xudo xohlasa, menimcha hamma ham 2-3 ta farzandi bo'lsa, o'ldim deganda 2 ta farzandi bo'lsa, bittasini doktor qilaman deydi. Bittasini yurist qilaman deydi. Yoki zamonaviy kasbga beradi. Ha, zamonaviy kasblar 3 ta 4 ta bo'lsa, sizning farzandingiz ko'p bo'lsa, har xil soha qiling. Chunki qaysidir farzandingizni qaysidir tortib ketadi. Misol, yillar davomida biz bilmaymiz-ku. 10 yildan keyin qaysi soha aktual bo'ladi, qaysi soha yaxshi pul topadi. Hammasini har xil soha qilib qo'ying. Bittasini davlat ishxonasida qilib qo'ying, bittasini tadbirkor qilib qo'ying. Davlat ishxonasida tadbirkor tortadi. Doktor qolganlarni qaraveradi. Ular zo'r, sharoitga mazza qildim aka. Bu maktabda yana bitta boshqacha narsa, bu maktabni tomi maydon. Maydon? Yashil hudud qilganmiz, qilingan. Bir chiqish imkoniyati bo'lsa, bu tom. Xavfsizlik ta'minlangan, atroflar ancha baland yopilgan. Yashil hudud, bolalar bu yerda bemalol o'ynashadi. Endi asosiy o'quv mavsumi kuzdan bahor oxirigacha bo'lgani uchun bunaqa issiq bo'lmaydi. Ha, bunaqa jazirama bo'lmaydi. Jazirama bo'lmaydi va shu olib chiqilgan vaqti ham o'zi belgilangan. Kunni qaysi ham qismida chiqiladi, mumkin bo'lgan qismlarda chiqiladi. Bu yerda masalan suhbatlar, ochiq darslar bor bizda. Bolalar o'sha kitoblar o'qib, har xil o'yinlar o'ynab, xullas mazza qiladigan joy. Katta joy ekan. Rosta gazim pastda, misol ozgina darsdan bo'shagandan keyin boshqa bolalarga xalaqit qilmaslik uchun tepaga chiqib, barlaring tepada o'ynalaring deb tepaga chiqarib yuborsak ham lekin u ham nazoratda. Chiqqandan keyin ham o'sha birga o'sha yordamchi ustozlar, bizda koordinator, tyutorlar bor. Ular o'sha nazoratda turib, keyin e'tibor berganim, butlar ham yangi domlar, binolar bo'lib ketibdi-yu. Hozir aytaylik, mana shu binoni o'zida, yonidagi Domimizda bir 500 ta xonadon bo'lsa, har bitta xonadonda o'ldim deganda bitta farzandi bor maktab yoshiga yetganda. Shunaqa. Nima qarasa, mana shu domni o'zi to'ldirib qo'yadi maktabda. Yon atrof hammasi domlar, uchastkalar. Inshaalloh tezroq harakat qilmasangiz, bu maktab ham to'lib qoladi bir pasda. 60% dan oshdi. To'ldi. Hali ochilmasdan. Ha, 60% dan oshdi, chunki aytdim-ku, kutganlar bor edi. Lekin mudarris akademiyasi ham bor, Beruniy filialda, o'zimizning o'quv markazimizda o'qiganlar ko'pchiligi joyini band qilib bo'ldi. 60% dan oshdi. Endi bu 2-3 kun oldingi ma'lumot. Bizda masalan imtihon qilib olamiz, joylarimiz ham bitta sinfda 24 tagacha-ku, maksimum ola olmaymiz. Hozir mana boshqa filiallarimiz to'lgan sinflar, to'lgan maktablarimizda ota-onalar ko'pchiligi xafa bo'lishyapti-da. Nega olmaysizlar? Nima bo'libdi? 24 tadan ko'p ola olmaymiz, chunki bizning o'sha dasturimiz, rejamiz, o'qituvchilarimiz bilan ishlash o'sha nima deydi, ketma-ketliklarimizda o'sha 24 tagacha mo'ljallangan hammasi. Bitta sinfxonada 24 ta o'qiydi. Bo'lsa, masalan, sig'dirishga sharoitimiz bor, 30 ta ham sig'dirib olamiz, parkda tutib qo'ying. Lekin o'sha darsning sifatiga, ta'limimiz sifatiga ta'sir qilmasligi uchun 24 tadan oshirmaymiz. Har bitta o'quvchiga e'tibor yaxshi berish uchun o'qituvchi. Keyin bitta narsa bor. Adashmasam, ozobi yaxshi bo'lmagan bolalarni haydab yuborasizlar. Haligacha haydab yuborasizlar. Bu yil o'zida ham haydadinglar nechta? Bitta filialdan 17 ta. 17 ta bola? Sergeli filialdan. Qo'yliqdan
13 tacha bola haydaldi. Katta qani Sho'shtepdagi filialimizdan 9 ta bola haydaldi. Asosiy haydalganlar ko'pchiligi tarbiyasi va masalan fanlarda yaxshi o'qimaganlarni ham xayrlashni boshladik. Lekin mana tarbiyasida muammosi borlar bilan biz maksimal ishlab ko'ramiz birinchi. Psixologik. Tarbiya ustozlarimiz, psixolog bilan, ota-ona bilan maksimum ishlaymiz. Unda ham imkon bo'lmasa, 3 oy, 4 oy, 5 oyda ham o'zgarish bo'lmasa va boshqa bolalarga ta'sir qiladigan darajada bo'lsa, biz majbur bo'lamiz xayrlashishga. Ya'ni bu narsani ota-ona to'g'ri tushunadi. To'g'ri tushunadi. Chunki tushuntirasizlar boshida. Agar farzandingiz mana bu ishni qilsa, mana bu ishni qilmasa, biz bilan xayrlashamiz degan tushunuvimiz bor, kelishuvimizda bor. Xo'p, olg'ib aytganda bitta tirraqi buzoq butun podani bulg'iydi degan o'sha eskidan gap bor. Rost aytganim, bizani paytlarda maktablarda ana bola bor, o'shan bilan o'ynamagan, ana bola bor, o'shan bilan u oldi berdi qilmagan deb ota-onalar qo'rqadigan farzand bo'lardi. Rostdan bilib bilmay u bola bilan o'ynab qo'yilsa ham og'zi shaloq, sassiq, so'kadigan bolalar bor deb bilmayman tabiatan. Shu uyasida ko'rganini qiladi deydimi bilmadim. Yoki bilmadim, shunaqa bo'lsa kerak. Yomon so'kadi hozirgi bolalar. Men ko'chada ko'rib qolaman aka. Men cho'chib ketaman ular so'kishini ko'rib. Shu yoshga kirib bizning og'zimizdan unaqa so'kishlar chiqmagan. Chunki bizga unaqa tarbiya berishmagan. Bizga ham masalan men o'zim ham boshqa maktablarga, o'rtoqlarimiz, do'stlarimiz maktablariga yoki joylarga boramiz. Bolalarni so'kkanini ko'rib juda hayron qolaman. Chunki bizda o'sha oddiy endi so'kishni oddiysi yo'q, oddiyroq so'kishga o'xshagan gaplar ham o'ta vahim bo'lib ketadi-da. Otasi chaqirtirilgan, onasi chaqirtirilgan maktab o'zida, masalan, futbol o'ynayotganda oddiy og'zimizdan chiqib ketadigan, og'izdan chiqib ketgan so'zlar uchun ham juda katta muammo qo'yamiz-da. Chunki bitta shunaqa o'rgansa, indamasak, bir martasida ikkinchi marta undan yomonrog'ini aytib yuboradi-da. Shuni hisobiga biz so'kishlar, o'sha yomon so'zlar, illatli ishlarni avvalo tushuntiramiz. Nima bo'ladi, nimaga mumkin emasligini o'sha tarbiya darslarida maydalab tushuntiramiz. Umuman endi imkonimiz bo'lmasa, hamma sabablarini qilgandan keyin ham o'sha endi kasal davolanmasa, majburmiz xayrlashishga. Xullas shunaqa, agar siz farzandingizni maktabga bermoqchi bo'lsangiz, yomon bolalarga qo'shilib qolsa-chi, so'kishlarni o'rganib kelsa-chi deb umuman o'ylamasangiz bo'ladi. U narsani ham chorasi yo'li qilib qo'yilgan. Tarbiyasi biziq, og'zi yomon bolalarni uriniladi va sekin haydab yuboriladi. Oshxona. Oshxona ham ancha katta ekan. Bitta ahamiyat berganim kuxnasida, o'shani restoranlarda bo'ladigan zo'r apparatlar ovqat pishiradigan narsalar bilan jihozlangan ekan. Hammasi shu tuzda pishiriladi, to'g'ri. Bizda hamma narsa o'zimizda pishadi. Hech qanaqa tashqaridan yarim tayyor mahsulot ham kelmaydi. Yo'q. Har kuni bozorlik o'sha go'shtimiz hamma filialimizga bitta qassob yetkazib beradi. Dehqon qassob. Go'sht o'zgarmagan. Shuncha yildan buyon bozorlik o'zimiz qilayotganda kunlik ro'zg'or bozorlik har kuni qilinadi. O'zimiz oshpazlar, masalan, keyin bizda yaxshi an'ana bo'lgan, masalan, boshdan o'zimizda ishlab kelgan, masalan, maktab oshxonasi yangi filial ochganimizda o'sha yerda o'zidan shogird beradi. Shogirdlar, ya'ni oshxonamizda yoki ovqatlarimiz sifatida oshpazlarimiz tomonidan o'zgarish bo'lmaydi-da. O'sha qadriyatlar va hokazo hammasiga e'tibor bilan pishirib, e'tibor bilan qaraydigan oshpazlarimiz zo'r. Keyin oshpazda bitta ammo narsa bor. Ko'pchilik ta'minotchilar yoqtirmaydigan. Agar nimadir sifatsizroq yoqmasa qaytaraveradi. Oshpazlar qaytara, yo'q, buni men pishirmayman, buni men bolalarga bermayman. Shu olma deysizmi, banan deysizmi yoki o'qilga soladigan nimadir hamma oshpazlarga yoqmasa, ular tasdiqlamasa yoki hamshira tasdiqlamasa, qaytarib yuboradi. Bunaqa holatlar bo'lib turadi. Juda kam bo'ladi, chunki o'zi maksimum yaxshisini olib kelishga harakat qiladi. Harakat qilamiz. Maksimum yaxshisini. Ovqatlarni videosini qo'yib keting, bu yerda pishirilgan ovqatlarni bolalar qanaqa narsa yeyotgan. Bolalar semirib qoladi. Semirib. Yaxshi hamki sport qilib turadi. Bo'lmasa semirib ketadi. Shunda ovqatlanadi-da, dars qilib, mana yonida sport zali ham bor ekan, ya'ni qishki sport zali. Kunduzi tashqarida bemalol o'ynayverishadi. Bu yerda o'sha karatelari, qizlar gimnastikasi, keyin foydalanish uchun o'sha ozgina gimnastika yoki gym deydimi? Gym. Shunaqa narsalar uchun ham sharoitlar bor. Asosan yuqori sinflar uchun kichkina o'sha bu kafelar moda bo'lgan hozir. Bu
kitob javoncha, yani stol tennis o'ynab, ko'zlari gaplashib o'tiradigan kichikroq joy. Gap yo'q, hamma narsa bor. Ana xalqaro standart, chet ellik deydi-ku. Shunaqa narsa ham bor ekan. Qilib hamma qilinayotgan ishlar bolalarga yaxshi sharoit bo'lsin, bolalar maza qilsin deb harakat qilingan. Shunchaki ishonib berasiz, bo'ldi. Bu yog'ini bu yoqqa topshirasiz. Gaplashamiz desak gap ko'p, aylanadigan joylar ko'p. Agar mabodo sizdan farzandingizga xatga bersamikin deb o'ylab yurgan bo'lsangiz, mana kontaktligini, nomerligini qoldiramiz. Mudarris xalqaro maktabiga o'zingiz kelib, ko'zingiz bilan ko'rsangiz bo'ladi. Undan tashqari boshqa shu yerda o'qitayotgan ota-onalar bilan ham qanaqadir kontaktlarni bersa, o'zi qanaqa farzandingiz deb xolis so'rasangiz, u so'ragan odamingiz ham farzandini o'qityapti-ku. To'g'risini aytadi-da, unga aldashdan ma'no yo'q. Zo'r o'qiyapti, misol uchun zo'r o'qityapti deb o'zidan o'zi maqtab tasha olmaydi. Chunki u qanaqadir bloger emas, misol uchun agar blogerlarga ishonmaydigan odamlar bo'lsa agar. Men shaxsan o'zim farzandimni shu yerga berganman va hozir maksimum maqtab tashashdan ham cho'chiyapman-da, xuddi qanaqadir nima deydi? Yollangan, pul berib faqat maqtaysan deb yollangan bo'lib qolmasligi uchun maksimum maqtab tasha olmayman. Lekin 3 ta farzandim shu yerda o'qiydi. Shundan ham nimadirlarni bilib olsangiz bo'ladi. Va farzandim o'qiyotgani uchun hech qanaqa barter qilib, boshqa narsa qilmayman. Pulini berib o'qitaman. Misol uchun ko'pchilik maktabga beradi, barter qildiradi, tekinga o'qitadi. Shuning uchun bir kelib maktab ketib ketish kerak, maktab turish kerak bo'ladi. Yo'q. Ilk poложение bog'chasiga beraman, maktabga beraman, yana bittasini nuloyga beraman. Xullas mana shunaqa. O'zingiz ham kelib ko'zingiz bilan farzandlaringizni, ya'ni boshqa farzandlarni natijasini ko'rib ketsangiz bo'ladi. Keyin biza yaxshi narsa yo'lga qo'ydik. Bolalarni olib kelishsa, farzand o'quvchilarni biz tashxis qo'yib beramiz. Tashxis? Qaysi fandan, o'sha akademik qismida qaysi bilimga ega, psixologik tarafdan nimalar kerak, tashxisni oxirida bizlarning mutaxassislarimiz, o'sha pedagog, psixolog ustozlarimiz ota-onaga, bolaga o'zining tavsiya maslahatlarini berishyapti. Olib kelsa deganingiz, misol boshqa maktabda o'qiyapti. To'g'rimi? Bu maktabga bermagan. Shunchaki aynan mana shu soha bilan shug'ullanadigan psixologlar, o'qituvchilar gaplashib, suhbat o'tkazib, bolani tabiatan nima sohaga qiziqishini aniqlab berishadi. Qiziqishini, salohiyatini, o'sha diqqatini hammasini aniqlab, o'sha tavsiyalar berishadi. Bemalol xohlagan odam olib kelsa bo'ladi. U bizga berishi, bermasligi, sharoiti yo'q. U yo'q. Bemalol hamma filarimizda borib, bolamni tashxisga olib keldim desa ham mayli. Bo'ldi. Bolamni tashxisga olib keldim deysiz, bu yerda o'qitmasangiz ham bo'ladi. Shunchaki katta o'g'limni aylantirib kelindi, aynan bular qo'yilgan tashxis orqali mayli boshqa joyda o'qitsangiz ham, o'z maktabingizda o'qitsangiz ham, o'sha yo'nalish bo'yicha farzandingizni bersangiz, kelajakda aynan o'sha yo'nalishda zo'r bo'lib keta oladi. Misol uchun sportga qiziqadigan odam doktorga tiqsangiz, hayotda u doktor bo'lib keta olmaydi. Misol uchun ba'zi ota-onalar xohlamaydi-da, o'g'lini qaysidir o'zi ota-ona xohlagan narsaga tiqishga harakat qilishadi. Sen misol uchun yurist bo'lishing kerak deyishadi. Yo'q, u yuristni yezini yoqtirmaydi, misol uchun bo'lishi mumkin-ku. Yoki doktor bo'lishing kerak deyishadi. U bechora qondan qo'rqadi, misol uchun. Hech qachon doktor bo'lib keta olmaydi. Qachon farzand o'zini ichida xohlagan narsasini qilsagina, o'sha soha bo'yicha eng zo'ri bo'la oladi. Chunki o'sha kasbni mazza qiladi, yuradi. Обязательно farzandingiz katta kishi bo'lib, haligacha o'zimni topa olmayapman, nima qilsam ekan? Nimaga qiziqasan o'zi desa, bilmayman deydi. Shunaqa. O'zi qiziqqan, lekin qarshilik qilaverib, o'zini qiziqishini ham esdan chiqarib yuborgan. Hozirdan kichkinaligida qiziqishni aniqlab oling. O'shanga yo'naltiring, tamom. Mana shu joyga maza qildim-ki, tashxisga olib keldim deysiz. Mudarris filiali ko'p, 4 ta joyda bor. Xohlagan joyingizga olib kelasiz. Va qolgan farzandingiz maktabga bermoqchi bo'lsangiz, keling, ko'ring o'zingiz. Ko'zingiz bilan ko'ring. Amin bo'lasiz.